yaxshi. Agar erga tegish shunaqa yaxshiligini bilganimda baxtliroq tegardim. Endi 4-kursni bitirding-ku. Farqi yo'q, 3-kursda ham tegib ketardim. 2 kundan keyin dadam bilan onam keladilar. Bir yaxshiroq sovg'a bilan jo'nataylik. Faqat yaxshiroq sovg'a bo'lsin. Dadam bilan onamni didlari nozik. Bo'lsa shunday sovg'a olib kelaman. Xayriyat mana shu bolaga bergan ekanman qizimni deydi. Mana shu idishlar to'plamiz necha pul turadi? Narx sal qimmatroq, lekin puliga arziydi. Uzun to'lov bormi sizlarda? Ay, yo'q lekin. Agar shu bo'lsa edi, har qanday to'plam arzongina bo'laydi. Hayronam bu sovg'ani ko'rib to'g'ri ketib qoladi. Aka uzun to'lov bormi? Hozircha yo'q, lekin yaqin orada qo'shamiz. Attang. Akajon nima bo'ldi? Sotib olasizmi? Uzun to'lov bormi? Yo'q, aka bizga naq yoki karta unaqa narsa yo'q. Nimaga uzun to'lov yo'q Yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldim, yaxshi sovg'alar topdim, lekin yaxshi to'lov usul topolmadim. Qarang, ana yerda uzun to'lov bor ekan. Assalomu alaykum. Xohlagan narsalaringizni bemalol tanlashingiz mumkin. Bu dunyoga kelib eng to'g'ri qilgan ishim senga uylanganim bo'ldi. Uzun to'lov orqali xohlagan narsangni ol. Ana choynakda idish to'plamdan olaman, qaynonam qo'llariga krem olaman. Aytgancha 5% keshbegi ham bor. Rahmat. Ana, endi hammasi zo'r bo'ldi. Sovg'aga o'zimni ham qo'yib so'laymi? Eng muhimi tabassumni unutmang. Qolganini uzun to'lovga qo'yib bering. Uzun to'lov bormi? Uzun to'lov bormi?